Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugundan boshlab yana bitta texnikani bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu texnika hozirgi kunda o'zimizning milliy brend hisoblanadi, chunki O'zbekistonimizda ishlab chiqariladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. FAV Tiger 1110 modeli hisoblanadi. Bu hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bunda demak, Yuchak kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 130 ot kuchga ega dizelli motor joylashtirilgan furgon varianti hisoblanadi. Furgon ham juda ham ajoyib ko'rinishga ega. Demak, orqa tomon va yon tomonida eshiklari mavjud. Umumiy 21.5 kubaga teng. Tonnaga hisoblaganda 7 tonnani bemalol olib borishga qodir. Yakkamoz hisoblanadi. Qo'sh ballonli, juda ham ajoyib ko'rinishiga ega. Barcha qulayliklari bilan olsangiz bo'ladi. Hozir qisqacha salonini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Marhamat. Demak, salon qismi passajir ikkitalik, shofyor va bitta yotog'iga ega. Rulimiz multi rul hisoblanadi. Magnitofon, konditsioner, pechka barchasi mujassam. Mexanika korobka 6 pog'onalik. Zo'r ko'rinishiga gap bo'lishi mumkin emas. Hozirgi kunda ushbu demak, yuk tashuvchini siz 434 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta, batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi.